Unaqa qilmang, iltimos aka. Do'sting sizga xiyonat qilmagan. Hozir men sizga hammasini tushuntirib beraman. Siz bu yerda nima qilyapsiz? Zebo, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Sizga hammasini aytib beradigan vaqt keldi. Nimani? 2000-yil onangizlarning kasalligi tufayli Sodiq ikkalamiz doktor bilan ko'rishdik. Hammasi shundan keyin boshlandi. Menga qog'ozga o'ramasdan gapiravering. Doktor, onam tuzalib ketarlarmi? Uka, onani kasalliklari juda ham og'ir. Uni davolash uchun juda katta pul kerak. Shunda ham tuzalib ketishlariga kafolat yo'q. Doktor bilan suhbatdan keyin onaxon tuzalib ketishlari uchun pul qidirishni boshladik. Hech kim yordam bera olmadi. Do'stim ilojsizlikdan qiynalayotganiga shundoq qarab tura olmas edim. Onaxonning hayotini saqlab qolish uchun oxiri tavakkal qilib jinoyatga qo'l urdik. Lekin restorani katta edi, kamida 500 mingga sotgandir. Yana ana kelyapti. Menga qara, sen hushyor bo'lib turgan tushundingmi? Faqat pichoqqa ehtiyot bo'l o'rtoq. Bo'lsa, ertaga gref dodasi mendan. Davay, o'rtoq, tezlash. Ovozingni chiqarma, o'ldiraman. Ketdi boss. Mahallada operlar yuribdi. Qanaqa oper? Bo'lmayapti. O'g'irlab ketdi. Avat qil. Ay, qoch ketdi. Ketdi boss. Sardor, sur! Afsuski, militsiya xodimlari bilan to'qnashib qoldik. O'ldiraman! To'xta, o'taman! Sodiq yaralandi. Menga sizlarni omonat qilib topshirib, qochishim kerakligini aytdi. Seni tashlab keta olmayman. Tushunyapsanmi? Tur o'rtoq. Menga qara, oilam senga omonat. Bor. Men do'stimni tashlab ketishga majbur bo'ldim. Sodiq 14 yilga kirib ketdi. Lekin meni sotmadi. Sodiq kirib ketgandan keyin sizlardan xabar ola olmadim. Sababi qidiruvda edim. Asosiysi